Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qarindoshlar, bugungi darsimiz qalbni isloh qilish bo'lsin. Qalbni isloh qilish haqiqatan muhim. Chunki qalbi sog'lom inson Alloh taologa yaraydi, ibodatlarni Allohga yaraydi va qiyomat kunidagi nijotlikmi mushu qalbning sog'lomligiga qaraydi. Xuddi tumir datlashganda qalbni datlashidi. Go'sht buzilgandek qalb buzildi. Go'shtni mikrob qaplagandek buzilgan qalbni mikrob qaplaydi. Buzilgan qalbni mikrob qaplagan qandoq desa, inson chivinga o'xshash bo'lib qoldi. Buzilmagan qalblik insonlar hasal herisga o'xshaydi. Hasal herisni bilamiz. Aşu tağlardan naiti yaxshi gülgiyahlarını yeydi ve insanlar en şifalık bağın yaxshi hasalını çıkırıp durdu. Endi kalbi bozulgan insanlar çivin o'xshaydi. Ular en paskın narsalarga yamışıdı. Qanda bir kimning bir eybi baki, kimning kamchiligi baki deb o'zini tekshirish emas, boshqalarni tekshirisham bo'ladi deb o'zini isloh qilishga, o'zining qalbini isloh qilishga, o'zini o'ngshashga fursat topolmaydi. Chunki uning butun g'ami boshqalarninki ashi ichilib qolgan yerlarni texmi echish, boshqalarning yig'iriga tuz quyish, ashunday bo'lganligicha, shunga chivin qalblik insonlar har qancha ibodat qilsa-mu, uning ibodatining Alloh taologa foydasi bo'lmaydi. Chunki qalbi buzuq bo'lganligi uchun. Endi insonning qalbi tuzilsa, onun başka a'zolarının işlerimi tüzülüdü. Onun kalbi bozulsa, onun barcha işlerimi bozuldu. Kalp kumandan, başka a'zoları askerler hem. Kumandan qanchalik kuchli, qanchalik salohiyatli bo'lsa, askerler kalbi qildi degan gap. Peygamber sallallohu alayhi vasallamning unutmanglar ki tende bir parça go'sht bor, o tuzulsa cimi beden tuzuludu, navada o bozulsa cimi beden bozuldu, o bozulma kalptir degan hadisi bunu ifadeydi. Kıyamet günü de esqatıdığını bu sağlam kalp. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası bayan kılınan ayetlerde sağlam kalp ikki o'rinda zikr qilingan va Ibrohim alayhissalomning xuddi jimi payg'ambarlarning peshvosi bo'lgandek sog'lom qalb babidimi insoniyatga peshvo ekanligiga ishorat qilgan. Endi qalbning sog'lom bo'lishidan uning islom aqidasiga zid keladigan e'tiqod, fikr, iqimlardan xoli bo'lgandek kishilarga qarshi dushmanlik, hasad, o'chmanlik, ishchitorlik qatarlıq ma'naviy kasallikni xoli bo'lishi va har kimga ko'ngli ko'kshi keng, apuchan, mard, kuyimchan bo'lishi ko'z tutildi. Endi qalbni isloh qilish ishi har qanday bir a'zoni isloh qilishdan qiyin va mushaqqatli bir kurash. Chunki qalbni isloh qilish nafsning isyonkorligiga qarshi qattiq kurash qilib, uni yengish bilan amalga oshadigan ish. İnsanın ikki tane çoğun düşmanı var. Biri şeytan. Şeytandan mı bekrak düşmanı nefs. İnsanın nefsi bütün yaman işlerine buyuruyor yani. Muşu kalbinin sağlam boğmaslığı mı insanın yaman nefsini kontrol kılanmaganlıqıdır. Bunu dendi. Şuna nefsinin şöhretke, mal dunyoga va har qanday bir insoniy havasga bo'lgan herismanlikini yengilmaganlar nafsini isloh qilish jangida yengilgan bo'ldi. Nafsning isyonkorligini yengilmagan odam qalbini isloh qilolmaydi. Qalb Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah sizlerinin təqi turuqunlarga, yoki mal dunyoyinglarga, yoki qad-qomatinglarga qaramaydi, balki sizlerinin qalbinglarga va amalinglarga qaraydi degan. Buningda ma'lumki, qalb Alloh taolaning nazari tushadigan joy. Allah qalbga qaraydi. Yüzünü suvulab, pakiz yuyib, kiyimning eng esini kiyib, o'ziga xushpuroqlarni chechib,
tashqi qiyofatni kishilarga chiroyli va pokiz qilib ko'rsatish uchun ko'p chiqim yoki ko'p tirishchilik ketmaydi. Chunki bedanda qilg'il bo'ldi bu ishlarni. Ammo qalbdagi o'chmanlik, hasad, dushmanlik, ichtitorlik qatorliq illatlarni tavba istig'forning suvi bilan yuyib, nafsning isyonkorligini yengib, uni Alloh taolaga pokiz qilib ko'rsatish o'ng'ay emas. Bu xilvat cho'ng tirishchilik ko'zgan ish. Ammo qilg'il bo'ldigan ish. İçki dünyasını tüzep, onu İslam ahlakı bilen parlatışqa hiç ehmiyet vermey, fakat taşqi görünüşüyle ehmiyet verdiğin kiyiniş, gap söz, yürüştürüş qatarlıq işlerde birer eyip noksan körülüp kalışıdın, yoki birer yolsuzluqqa sebeplik insanlar oturusıdır, resva bulup kalışıdın, qattiq hazır eylep, özünün taşqi eyiplerini yögeşke şunçilik ehmiyet verdiğin, yoki qisqa bir ta'bir bilan aytganda Alloh taolo eng avval qaraydigan joyni chiroyli ko'rsatishga ahamiyat bermay, insonlar qaraydigan joylarni chiroyli farqroq ko'rsatishga ahamiyat beradiganlar haqiqatan riyokor insonlar. Riyo degan mana shu. Allohga ko'rsatgan, ya'ni go'zal qilishning o'rniga kishilarga ko'rsatgan, ya'ni go'zal qilgan. Kishilar hozir nurg'un insonlar Allah'tan qo'rqish hamda Allah'tan qo'rqimiz deydi hammadan. Haqiqiy jihatda Allah'tan qo'rqmaydi, insonlardan qo'rqidi, jamoatdan qo'rqidi. Turklar bir gap bor, millatning ikki tanrisi bor, biri yaratgan Allah, biri el-alam tanrisi deydi. Kishilar Allah'tan qo'rqib, ma ishni Allah rozilik ish qilay, Allah eyiblamasa, kishilar eyiblamasa, mayli demay, kishilar eyiblamasa, kishilarning oldida obro'yim tushib ketmasin, mening hojimliqim, qorimliqim, doktorluqim, professorluqim, hamma boyliqim, hamda shuhratim, mav kishilarning oldida tushib ketmasin deb, meningdan qo'rqidi, Alloh taolodan qo'rqmaydi hamda. Bu hech kim Allohdan qo'rqmayman demaydi u. Ammo ularning qilayotgan ishlari shu, Allohdan qo'rqmaydigan odamlarning qildigan ishni qildi. Masalan, kishining haqqidan qo'rqmaydi, yolg'on aytishdan qo'rqmaydi, va'daga vafosizlik qilishdan qo'rqmaydi, oilada ayollarga, bolalarga zulm qilishdan qo'rqmaydi, qo'shnilarga aziyat berishdan qo'rqmaydi, tuqqanlarning haq-huquqini yevilishdan qo'rqmaydi. Ammo 5 vaqt namozni masjidda o'qiydi, chunki u Allohdan qo'rqidi. Allohdan qo'rqidi. Allah'ın dozuqqa tushib ketishdan qo'rqidi, ammo haq-huquqlarni zoya qilayotganlikdan qo'rqmaydi. Chunki u bilmaydi. Chunki u namoz uni qutqizolmaydi. Namoz qutqizolmaydi uni. O'sha haq-huquqlarni joyida bermasa, haq-huquqlar joyida bo'lmasa, namoz qutqizolmaydi. Hatto shahidmi jannatning oldiga kelib, kishilarning haqqi ustida bo'lib qolgan bo'lsa, ashuni bitirib qilmoqchi kirolmaydiganligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganda, endi haqiqat shundoq tursa, kishilarningki dinni nayt xato tushunib olgan, mo'minlardan, bovalardan o'rganib olgan, kichik vaqtida anglab olgan, bevaz nasihatlarni o'rganib olgan, o'zi izlanmagan, o'qimagan, tekshirmagan, hayotida Qur'on Karimning tarjimasini bir qatim o'qib chiqmagan insonlar bor. Qur'on Karimning tarjimasini boshdan oxir bir qatim o'qib chiqmagan insonlar bor. Dindan shunda yot, ammo o'zi shunda bak dindordek, shunda bak taqvodek ko'rinadi. Buning hammasi qalbning isloh bo'lmaganligidan, bizning badanimizning, kiyimimizning, taqqa turqimizning isloh bo'lganligidan derak beradi. Bu badanimizning, kiyimimizning, chiroyimizning bu isloh bo'lganligi buningdan Alloh so'maydi. Sen qanday kiyim kiygan, yüzünü qanda so'punda yuvgan, chechingni qanda shampuda yuvgan deb uni so'maydi. Qanda tamoq yegan, kebab yeganmi, polo yeganmi deb uni so'maydi. Qalbingni isloh qildingmi? Xalqingga, ya'ni insonlarga keng qo'saqlik bo'ldingmi? yoki bekimninki aybini ko'ladingmi? yoki uning aybini ochdingmi? Zulm qildingmi, yomonlik qildingmi deb so'raydi hamda. Shunga qalbni isloh qilish hammadan oldingi o'rinda. Shu qalb isloh bo'lsa, odamning tashqi a'zosi isloh bo'lib, ishi to'g'ri ma'noda, to'g'ri ish qiladi. Shu xato ish qilayotgan odamlarga oilasida zulm qildigan, masjidda avliyo, uyda zolim,
Bozorda qo'ymichi bundaq turdagi insonlar bor ya, bu insonlar qalbi isloh bo'lmagan insonlar. Qalbi isloh bo'lmagan. Ko'rinishda Abdullah ibn Salul'da shunda chiroyli ko'rinadi hamda. Nati ko'rinishda bak chiroyli ko'rinadi. Ammo amaliyotda qalbi buzuq insonlar. Zamonimiz mushundoq insonlarning dadi bilan hozir. Zamonimizdagi ba'zi musulmonlar Alloh taolo nazar silib turadigan qalbni uningga chiroyli va pokiz ko'rsatishga, insonlar qaraydigan tashqi a'zolarni chiroyli, esil va ko'rkam ko'rsatishga ahamiyat beradigan bo'lsa, bizning ahvol boshqacha bo'ladi. Boshqacha o'zgaradi. Allohning yordami keladi. Chunki Alloh taolo haqiqiy mu'minlarga yordam qilmaydi deb va'da bergan. Shu qalb isloh bo'lmasa, haqiqiy mu'min bo'lmaydi ekan. Haqiqiy mu'min bo'lmagandan keyin biz shundachiq duo qilib kelsakmi, shundachiq harakat qilsakmi Allohning yordami kelmaydi ekan. Qalb eng o'zgarishchan organ. Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam odam bolasining qalbi xuddi qaynayotgan qozondimi bak o'zgarishchandir degan. Buningda payg'ambar alayhisolamning hamisha qalblarni o'zgartirib turuvchi Alloh mening qalbimni diningda mahkam qilgin. Ya'ni Allohumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika deb duo qilishidagi hikmat o'tirib chiqadi. Bir payg'ambar shunda duo qiladi hamisha. Payg'ambarni Alloh taolo qo'g'daydi, farishtalar qo'g'daydi, ma'sum, gunohdan saqlangan, shunda bir zot. Shunda turib payg'ambarimiz har shu namozning at-tahiyyatuni Allohumma salli alani, barik alani, Robbanani o'qib bo'lgandan keyin shuni o'qiyotgan duolar var ya, bir qancha panoh tilaklar var yana. Şunun qatorida Allohumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika deb shuni o'qiyotdi. Buni boshqa har nimalarda, bütün munosabatlarda o'qiydi Rasululloh. Qalb so'zi arab tilida o'zgarish degan so'z yildizidan chiqqan. Qalb degan gapmi? Lug'at e'tibori bilan o'rib ko'rganni ifodalaydi. Shu qalb bir xil to'maydi. O'rib ko'rilib turgandan keyin. Qalbni isloh qilish degan xuddi uyni supurgandek, ko'ngildagi yomonliklarni, o'chlik adovatlarni, barcha yomon illatlarni bir qatim bilan supurib tashlab qutulgandek o'ng'ay ish emas. Balki Alloh taolaning yordam tilash bilan bir vaqtda nafsning isyonkorligi va shaytonning kuch ko'rsatishini bostirib, qalbni hamisha o'z kontrolida tutib, sagak, hushyor bo'lish, sirtdan kiradigan ma'naviy mikrob tumanlardan qalbni qo'g'dash orqali amalga oshadigan ish. Ya'ni sirtdan kiradigan ma'naviy mikrob tumanlari. Bu ma'naviy mikrob tumanlari hozir sosyal medyada deymiz-ku, ijtimoiy taratqulardan aytib bekirdi. Shunga o'zimizga foydali, dinimizga foydali yaxshi narsalar bo'lsa taqib yurak berishimiz kerak. Ziyonliq narsalar olsa, bisi-bisining g'aybatini qilib etibdi, bisi-bisining aybini aytib etibdi, bisi-bisi tillashib etibdi, bisi-bisi narsalar o'ning bizning chatiqimiz bo'lmasa kerak. Chunki biz o g'aybatga, gunohga sherik bo'lib qolamiz. Yaxshi narsalarni taqtayli, hasal hirisdak, yomon narsalarni taqatmayli, chivindak bo'lmaylicha. Qalbda bo'ladigan ziddiyatlar endi. İnson qalbi har xil ziddiyatlik sifatlarga ega. Ba'zilarning qalbi yumshoq kelsa, ba'zilarning qalbi toshdek qattiq keldi. İnsanlar o'xshash emas. Ba'zilarning qalbi sutdek oppoq kelsa, ba'zilarningki qalbi qop-qora keldi. Qalbning yumshoqligi imonning asri bo'lgandek, uning qattiqligi kufrning asri. Yani qalbi yumshoq insonda cho'qim iymon bor. Qalbi yuragi qattiq, ish chog'irmaydigan, bag'ri qattiq, zolim insonlar bor, uningda iymon yo'q desa bo'ldi, xatolashmaydi. Shunday qalbning aqli yaxshi amalning izi bo'lgandek, uning qarligi gunoh ma'siyatlarning izi. Shunga gunoh ma'siyatlarni ikkilanmasini qiladigan odamlarning kishilar qalbi qara, ko'ngli qara deydi o bizning tilimizda bor. Dili qara, ko'ngli qara odam deydi. Chunki u odam gunohning ko'zni yummay qilaverdi. Gunoh ma'siyatni qalbda qoraytiradiganligi va yaxshi amalning qalbni yuritadiganligi haqida kelgan hadislar intayin ko'p. Ya'ni masalan
bir hadisda kelgan. Odam bir gunoh qilsa qalbiga bir chekit qo'yiladi. Yana bir gunoh qilsa yana bir chekit, yana bir gunoh qilsa yana bir chekit. Ayna gunoh qilaversa chekit qo'ylab qalbi qarilishdi. Qarib olgandan keyin uning degan ash gunohni hech ikkilanmasdan qilgan bo'lib ketadi. Agar bir gunoh qilgandan keyin tövbe qilib, uni yuyib tursa, yana bir gunoh qilgandan keyin yana uni tövbini yuyib tursa, chunki inson gunohsiz yashamaydi. Inson gunoh qilgan maxluq. Cho'ng gunoh olsun, kichik olsun, inson gunoh qildi. Gunoh qilish ayb emas. Ayb emas. O odam islomga gunoh qilgan. Allah Taolaga osiylik qilgan. Ammo tövbe qilgan. Shaytonma shunda gunoh qilgan, shayton tövbe qilmay osiy bo'lgan. Odam bilan shaytonning farqi shu. Shayton o'zining gunohini e'tirof qilmay Allah Taolaga osiylik qilib, Allohning rahmatini uzoqlashdi. Odam alayhissalom bo'lsa, Allah Taolaga tövbe qilib, o'zining gunohini yuydi hamda. Shuna qalbni pak tutishimiz uchun gunoh qilgan hamon tövbe qilish. Innal hasanat yuzibna sayyiat degan oyat bor. Yaxshi amallar gunohlarni yuydi. Yaxshi amallarni qilsak, yomon gunohlar yuyilib turdi. Ammo kichik gunohlar, masalan, 5 vaqt namozning orliqida yuyilib turdi. O kichik gunohlar bir jumaning orliqida yuyilib turdi. Hatto bir Ramazonning orasida yuyilib turdi. Mushu haqda hadis bor. Ammo cho'ng gunohlarga albatta tövbe qilish kerak. Tövbe qilish kerak. Tövbesiz bo'lmaydi. Birovning qalbidagi ziddiyatlar uning jannatga kirishini yoki do'zaxga kirishini belgilaydi. Bir ayolning bir mushukni non suv bermay bog'lab qo'yganligi sababli do'zaxi bo'lib ketganligi, yana bir buzuq ayolning usullikdan hol sarab qolgan bir itqa ich og'ritib, uni sug'urib qo'yganligi sababli jannati bo'lib ketganligi buning misoli. Mushu ikkisi hadisda sahih hadis bor. Mushu ikki masala to'g'risida. Chunki qalbning qattiqligi uning buzilganligidan, qalbning yumshoqligi uning sog'lomligidan derak berdi. Qalbning sog'lomligi jannatga kirishning kapolati. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deb rivoyat qilgan. Bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yanida o'tirdik. O hozir sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir odam keldi dedi. Biz endi qanday odamdir deb diqqat bilan qarab o'tirdik. Rasululloh ansarlardan bir adam keldi. Yani Medinelik musulmonlardan bir adam mescitga kirdi shu chaqda. U tahorat iliblar kelganlikdan uning soqolidan suv tomchilab turardi. Elçi Peygamber Aleyhisselam yana shundoq dedi. Sizlarga hozir jannat ahli bo'lgan bir odam keldi dedi. Qarab o'tirsak, yana shu odam kirdi. O'sha odamning o'zi shu holatda kirdi. 3-chi kuni shundoq dedi, shu odam kirdi yana. 3 qatim takrorlandi. Peygamber sallallohu alayhi vasallam suhbatdan turib ketgandan keyin Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu her odamning orqasini mangdi. Va uningga dadam bilan qaydishib qilib 3 kungacha uning yoniga kirmaslikka qasam qilgan edim. Shunga siz meni 3 kun qo'ndirib olamsiz deb o'tindi. U odamni qabul qildi. Ya'ni Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mujadamning qanday bo'lib jannat ahli bulab Rasulullah'ın sifatlashiga sazovor bo'lganligini bilgisi keldi-da buni. Shu odamning aqsidan mangdi. Shunday qilib bular birga katta odamning uyiga ketdi. Keyin Abdullah aytib berishicha, endi 3 kun oyat qunab bo'lganda aytib berdi o'zi. O heliqi odam bilan 3 kun birga turish jarayonida uningda sahar uyqusidan uyg'onib bomdod vaqtigacha Alloh taolaga zikr va takbir aytish, tahajjud namoz aytishdan boshqa hech qanday ortiqchilik ko'rmadi. Yani akşamı birga uxladi. Atdiganda qopab, aniga o'xshab, u bomdoddan burun qopab tahajjud namoz o'qidi, zikr tasbih o'qidi, boshqa ish qilmadi. Faqat uning hamisha yaxshi so'z qildiganligidan ta'sirlandi. Oilasida hamisha yaxshi so'z qilgan bu odam 3 kunning ichida. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bu voqealikni mundaq hikoya qilib bergan. 3 kun to'shqandan keyin men u odamning qilgan ibodatlarini oddiy sanab qoldim. Va u odamga: "Ey Allohning bandasi, rostini aytsam, dadam bilan qaydishib qolgan emasman. Men faqat Rasulullohdan sizning jannat ahlidan ekanligingizni orqa-orqadan 3 kun anglab, sizga qiziqib qolgandim. Shu sizning amallaringizni o'rganib, sizga ergashay degan maqsadda sizning uyingizga kelgandim. Ammo qarasam, cho'ng bir ishlaringiz yo'q ekan.
cho'ng ishlarni qilganligingizni ko'rmadim. Sizni payg'ambar alayhisolamning ahli jannati deyishiga sazovor qilgan ish zoti qaysido deb so'radim deydi. U kishi, mening amallarim faqat shu, sen 3 kundan beri ko'rganing shu deb javob berdi. Shuning bilan men uning yenidan qaytdim yani. Qaytib ketayotsam, odam meni orqamdan chaqirdi. Men bundoq dedim. Voy to'xtab tur. Mening qiladigan amallarim sen 3 kundan beri ko'rayotgan axshu ishlarning o'zi shu. Boshqasi yo'q. Ammo men hech qanday bir musulmonga yomon niyatda bo'lmayman. Musulmonlardan hech kimga yomonlik o'ylamayman. Allohning unga bergan yaxshiliklarga ko'z qizartmayman. Dedi. Shu vaqtda men unga ha endi bildim. Sizni bu darajaga yetkazgan va bizning qo'limizdan kelmayotgan ish oshiganda dedim dedi. Ya'ni qalbning sog'lomligi mana shunday gap. Boshqasi bilan hisoblashmaydi. Qalbing sog'lommi? Uni qarab amallarini tekshiradi. Agar qalbing buzuq bo'lsa, zaten o amalmi buzuq o chaqda o. Çünkü buzuq. Çünkü paskini qozonda itilgan tamoq paskini bo'lamdi, bo'lmamdi? Paskini bo'ldi. Qalbing pokiz bo'lsa, sendan chiqqan amalning hammasi ash hasallar chiqqan hasaldaklar bo'ladi. Agar qalbing buzuq bo'lsa, sendan chiqqan narsa ash chivin yalab qo'ygan narsadek shunday mikrob bo'ladi. Ashundaqlik gap. Qalbni isloh qilish mushunchalik muhim endi. Shunga biz boshqalarningki qalbini isloh qilish, boshqalarni o'ngshashdan burun biz uningga mukallaf emas. Ya'ni endi qo'limizdan kelgancha boshqalarni yaxshi ishga buyurib qo'ysak, yomon ishni to'ssak bo'ladi. Ammo bizga eng zarur bo'lgani o'zimizning qalbini isloh qilish, o'zimizning ayblarini yo'gash va o'zimizning yomonliklarini yo'q qilish. Nurgul insonlar va boshqalarning aybini tüzetsem de bu tüzetkisi gibi qilib, boshqalarning ayblarini ko'chlab, boshqalarni tanqidlab, boshqalarga obzor yozib, boshqalar bilan uchishib yurib, o'zini isloh qilishga fursati yetmay olamdan ketib qoldi. O'zininki mutabik qarab, aynakka mutabik qarab baqib, men qaysi holatda deyishga fursat yetmay, hammasi boshqalarga qarash. Bir qatim aynakning oldiga kelib, men, "Ey sen, qanday holatdasan? Qandaqsan?" deb o'zidan bir ahvol so'rash, o'zini bir tekshirish, o'zining ayblarini bir ko'chilash, mana fursat yetmaydi. Asli qilgan ish bu. Ammo boshqalarningini qilyapti. Sen nima ish qilib boshqalarningini bilan nima chat qilib Allohning saqchisimi sen? Sen Allohning saqchisi emas. Allohning farishtalari bor yozib turadigan. Uningga sening hech hojatning seni buyurgan emas o ishga. Seni o'zingning qalbini isloh qil deb buyurdi. O'zingning qalbini isloh qil deb buyurdi. Shunga hammadan burun o'zimizning qalbini isloh qilishimiz, unga oila a'zolarimizning qalbini isloh qilishimiz, har vaqt yaxshi gap qilishimiz, yaxshi narsalarni taqitishimiz, yomon gap qilmasligimiz va yomon gap qilgan so'rindan yiroq turishimiz, yomon gap qildigan g'aybatxo, gap to'shadigan